alaykum. Azizlarim, salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Ayyamlaringiz bilan bugun 2025-yilda 16 yanvari Koreyada tumanga o'xshab turibdi. Quyosh chiqar ekanda. Quyoshimiz yerdan pastdan ko'tarilyapti turib. Men chiqyapman deb hamma yerda namlarni bug'latib tepaga ko'tarib yuboryapti, bug' qilib. Koreyada sovuq yaxshigina. Quyosh chiqqisi kelgani bilan sovuq. Agar hali shapkangizni kiyib turib, bosh kiyimingizni kiyib turib, orqasidan kurtkani, shapkasini tashlab olmasangiz ham sovqotasiz. Shuning uchun hali bolalarga aytyapman-ku, shu bo'yinda atrofi bilan tomoqlari issiq tursa, shu tomog'iga bo'ynining atrofida endi tomog'i deb tushuntiraman, nimamizni bizni shevamizda tomog'i deb aytiladi-ku. Issiq tursa, shu sharf albatta bo'lsa demoqchiman. Hech qayerda so'qotmaydi, issiq turadi. Keyin sharf bilan yana bitta narsani aytaman, hali qo'lni chiqanaqdan tepasigacha bo'lgan qismiga hali mashinadagi nimalar, shopirlar nima qilib oladi-ku. Shopirlar qo'liga hali yengilcha kiyib oladi-yu, quyoshdan saqlash uchun, hali shabadalardan saqlash uchun, hali chap tomoniga rulda o'ng qo'lida ushlaydi, chap tomoni bilan ushlaydi-ku. O'shanaqa qo'lqoplari bor. Qo'lqop deymizmi, yengilcha deyaveraylik, qo'lqopni pastdagisini aytamiz. O'sha yengilcha kiyib olsa, mana yuqa kiyingan bo'lsangiz hamchi, o'sha qo'lingizda yengilcha bo'lsa-chi, o'sha yengilchani hamma taqish kerak. Koreyada ham taqadi-da, yozin qishin taqishadi bular. Hali quyoshdan ham saqlaydi yozda, qo'lini qoraytirmaydi. Oqi bor, qorasi bor, har xil qo'l ranglaridan bor. Keyin nima? Yuzlarni ham to'sadi ular. Maska haqida ham alohida nima aytaman sizlarga. Maska ham taqish kerak o'zi. Hali bizda faqat hali taqdib rejim bo'lganda, buyruq bo'lganda taqishadi xolos. Asli maska ham taqish kerak. Nafas yo'llarida, og'izda. Tashqari zararlardan ham saqlaydi, shamollashlardan ham, qishki shamollashdan ham, yozgidan ham saqlaydi. Koreyada maskani yozda ham, qishda ham taqishaveradi. Yosh bolalarga alohida bo'ladi, chiroyli qilib taqib olishadi. O'rgatganda hali infeksiya ham o'tmaydi, ham sovuq havo kirmaydi. Maska, sharf. Aytdim haligi nimaga tomog'iga tepki chiqqanda aytdim, yana qaytaryapman. Ba'zi kadrlarimni kimlardir ko'radi, kimlardir ko'rmaydi-da. Tepki chiqqanda yukaveradi, egizak tuqqan palonchi xolinga, qo'shniga, palonchi bormi deb egizak tuqqan deb o'qtarishadi ham, kim bor edi deb. O'shanga teptirtirib chiqishadi-yu, o'sha irim-sirimi bor-da. Shamollash aytdim, befarzandlikka ham olib keladi. Shuning uchun eskilarimizdan qolgan udim. Salomat bo'linglar, xayrli kun bo'lsin.